ilk maqsad Umarga prank qilamiz hozir do'stlar. Çok Umar'da oldum görüşümüz gerek. Şu bunu ko'rganim yo'q o'zim. Ketgan chiqamiz. Tirishdi bo'lsa olay qani. Vaqtga sigir vaqtga yo'yaman vaqtga ukasi. Ko'rmadi yaxshi. Sal uzoqlashsin qani. Endi ketdik. Kelvaqda oldim tezda shippa portlatib tashlashimiz kerak. Kim uryapsan hozir sen haqingda emas. Kichkina zolimni Kimlon bichani bolachasi. Xudoning yakkalsin menga la'nat olsun bicha. Ko'radiganingni ko'rasan. Ko'rmaydiganingni ham ko'rasan. Uncha joning baquvvat edi bizga. Na'latlar bo'lsin iloyim hammangga. Hozir ko'radiganimni ko'radi bo'lsam Shu videolar ko'randa qiynab meni. Hozir omma keyin ko'rsatib qo'yaman. Kanalati. Xo'p. Qo'y Umar kelmasdan darrov qo'yib shippa. Yana boshqa qilib. O'yin ichiga ham joylashtirishimiz kerak. Kelmasdan oldin. Shahzod adam meni nima qilyapsan sen? Qoch. O'ldiraman. Yo. Yo'q, meni uyim qani, meni uyim shuncha qo'rganim. Daraxtlarni ham yo'qotib, meni uyim qani endi? Meni uyim qani? Yo, sen baxtga. Endi narsalarim ham yo'q, aksiga olib. Jo'lay. Meni uyim nima qilding? Yaramas. Plov, baxtga. O'ldirib teraman qanasan, baxtga, mendan ko'radiganingni ko'rib. So'zlaringni uyib olaman. Qochish kerak Umardan tezda shippa qayerga qochay? Qoch. Narsalarni uyimga nalati. La'nati bo'ladi. Kirma uyimga. Narsalaringni olib qo'yaman. Vaqtga qilichda yo'yaman. Qilma jonim, to'lamasdan qochish kerak. Do'stlar aytdimmi? O'ldirdim. Do'stim. Endi men qayerda yashayman? Sen menga gapir. Sen menikida, yoki qishloqnikida, men uyim torda do'stim. Men narsalaringni tupurib qo'ydim. 58 ta 100 ta qo'ydim. Qattiq. Respekt. Ishingga respekt ma. Ben 100 ta sen bironta qishloqda so'rab ko'r. Yo'q, men birovni uyida yashamayman. Ishtoning yo'q. Qani ishtoning senga tushgan? Yo'q, ishtoning oldinamidi? Yo'q, menga oldindan ishton yo'q. Temirdan bor. Yo'q, barakat. Zaharlangan demaysanmi? Tashla. Ishlada. Xullas, qarovchi, men sen uyingda yashayman yoki to'xta, qani bironta qishloqdan so'rab ko'raylik qani. Tenglaringni baqaver. Yo'q, to'xta, bir qishloqlardan so'rab ko'raylik, birontasida yurchi, birontasi topilib qolar. Qishloqlar ko'rinmaydi. Bilmadim, bir ko'rinib qolar. Sen menga ovqat ham berishing kerak-ku. Ayla, sen ovqatdan yordam qilib turaman. Qishloqlar. Oltin olmadim shunchaki. Qishloqlar. Yo'q, yomon qishloqlar. Qishloqlar. Mana buni o'sha xolasinikiga ketgandir bo'lgan qasanam. Yur, mana buni chiqaylik, tanbiga aniq bittasi yashaydi.
qishloq qola, Ella. qishloqlar Oysha qola. Oysha xolasinikiga ketgan qishloqlar. Parkur. Ya parkur ingagan. Aytuvdim sani. Ko'rdilaringmi do'stlar? Bedvarsi ko'rding nimaga? Menda shuncha yil. Video o'ynaganmiz. Alla tushunmaganman. Ip bilan. Lekin qishloq yo'q ekan. Yine kalesi akademiyam var. Hadi. Bize hemen çok da suyun kamaydı. Ya. Ko'rdingmi? Qattiq. Evet. Ya bunda qishloq yo'q. Ikkinchi qishloqqa boramizmi? Ha? Mana uyga kimdir bo'lish kerak. Anne. Dastlab za ikkinchi qishloqqa borguncha videoni to'xtatib turishga majburmiz. Xo'p do'stlar, mana deyarli qishloqqa yetib keldik biz. Oyoqlarim ketyapti, borki sen la'natini diye. Mana shu tog'ning orqasida qishloq edi. Kerro. Ya bu ko'p to'ldirmayapti endi. Bilmadim, mana bu. Mana shular o'zimni qishlog'imga sitdan qurib bergandim. Qishloqlarga. Sitdan bizi oldinganmiz mendan. Ho'sh u kimniki? Men qo'yib yubordim-da. Qishloqlar qator. Yo, bu seniki suvmas. Ana o'g'il. O'zi qanday? Qishloqqa deyarli yetib keldim. Senchi men yetib keldim qishloqqa. Qishloqqamsiz? Mana yetib keldim. Mana do'stlar, mana qarang. Qani mana shu qishloq orqasi. Mana orqasida qishloq. Mana qishloq do'stlar. Mana masharatlarda qatlada bo'lish kerak, to'g'rimi? Voy, shunaqa bu yerda jiddilar bor ekan. Yetib keldingmi? Ha. Nima desang? Ben tog'dan ko'tarilsam böyle qishloq. Ha, lo'sin. Ko'rdilaring do'stlar. Mening vaqtim o'tib qolaman. O, jitel bor ekan. Salom jitel qalaysan? Salom jitellar. Biron kun sizlarning uylaringda qishloqqa, ya'ni Umar Duram yashab turishga mumkinmi? Yo'q. Bizlarning uyimizda bunga joy yo'q. Bizlar ham to'ringlarda turamiz. To'xta. Men bundan so'rayman. Ey qishloqqa. Senga judayam ko'p pul bilan nimaydi oziq-ovqat beraman, non beraman. Mana to'xta, hozirdan mana. Senga nima edi? Zakalot. Yo, oldinda nima edi-ku? Shu zakalot deydi o'g'lim. Zakalot. Rozimisan? Qancha turasan? Shu bir oycha turlangan. Bir oy emas, shu yangi uylar qurguncha turadi deydi. Mayli, men roziman. Nima urding? Qishloq urdi. Jitel urdi. Qaysi jitel urdi? Ha, shu sen menga aytgan jitel urdi. O'ldirma uni bu. Mayli do'stim, mayli. Xo'p. To'xta, men yo'q tog'im bor ekan. Yo'q, oldi. Shalab bo'lmalar qo'shdi. Qayerga borish kerak? Qishloqqa jitel uying mana dedi. Mana ketdi. Qaysi edi jitel uyi? Ha, mana eshik ekan. Baxtga jitel uyga kiraylik. Yo'q. Qochib. Hadi nallaklar bo'lsin dedim. Qoch. Ya blok qo'y. Vay, to'qima junka desam Alloh. Asla qilmaydi. Üstümüz şarabı buldu. Bizlardi yomg'irdan tinguncha barang jitel o'zi ham kirib keldi. Dormitel. Men qayerga desam chiqma, ketma. Yomg'ir böyle kir böyle chiqma. Bo'ldi. Jumladan haymi? Xo'p, biz yomg'ir tugashini kutgunimiz sizlar like va obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Xo'p, do'stlar, mana yomg'ir ham tugab oldi. Men uyimga ketyapman. Umarni joylashtirdim. Uyim tarafga qarab sekin. Yo'q, men tarafga qarayman. Uyim tarafga sekin. Voy, men boshlab ketma. Xo'p.
Aha, mayli, bu o'xshamadi ozgina. Yana nimaga qurib taslahalarim bo'ldi. Jira. Mar, yo'qmisan jira. Qani telefon qilaylik qani. Alo. Jira. Yo'qmisan? Yo'q. Uxlatdingmi? Yaxshi joylashdingmi? Men ham qishloqqa yetib keldim mana bu yerga. Men uyimda turolmayman. Zomba qapqaylik-ku. Jiti seni gapi bor ekan. Ha, nima qani? Bunga qo'y. Ha? Mana soliqlarni olib kelasizmi, ya'ni turganini haqqini. Xo'p, bilaman qanchaga aytasiz? Nani yuzgu? Yarimta non. Nechta? Yarimta. Nonmi? 12 nona. Nonmi? Urug' bo'lsa mayli. Xo'p, hozir ko'ramiz. Yarim mustak urug'. Mayli bo'lmasa Javdod. Xo'p, jira, ana uyimga yetib keldim va mana bu yerda temir ayoq. Kelishingga shu menga chirog'im olib kel. Qishloqqa chirog'ni ham qo'ymayapti. Xo'p, mana ha mayli. Murat gapdi. Xo'p, men uxlab olaylik qani bir. Uxla. Uxlagan bo'lishi kerak, video boshlanganmi ha? Xo'p. Nima dedi yarim stat? Chiroqni telefon qilaydi. Alo. Jira? Aw. Jitel yoningdami? Jitel uyda edi. Bor telefonni bersang-a. To'xta, mana. Shu yerda ekan. Jitel. Ha. Bu boshqa narsa olmaysanmi ber telefonni? Ha, eshityapman. Boshqa narsa olmaysanmi? Shuna ovqat yarim stak olib boraman. Hay, chirog'ni pulini ber. Chiroq olib keldi. chiroq olib kelib beraman. Nima qilsin? To'shta zumrad bo'lsa yo'q demasdim lekin. Xo'p, men urug'ni o'rniga zumrad beraman. Senga yana zumrad. Xo'p, jira. Qancha bo'ladi u? U 13 ta bo'lsa, 13 talar yetsa kerak zumrad senga, to'g'rimi? O'rtada olib kelay. Xo'p, ketdim men qishloqlarga. Do'stim, ovqat olib kelishni unutma menga. Jo'ram ovqat olmayapman-ku, shuni hammasini olsam bilasizmi unda o'chlikda. Mayli, o'chirib. Mayli. Hamma ovqat istakda olmoqdan umarga yana. Ozgina oltin olmaytamiz. Ozgina steak. Ozgina olmos. Stak ketadi. Video to'xtatilmaganmi? Xo'p. Video borguncha to'xtatib turaman chunki 13 minut bo'lyapti video. To'xtatib turamiz. Do'stlar. Sho'rdan sizlar qochib ketadilaring ekanda. Hop. Xo'p. Yetar. Suv qo'ymasam ham bo'lagan sho'rlaring, oxir. Qara u jiteling, yoningami qayga? Yo! Urma. Xo'p, aytmoqchiman. Mana qishloqqa ham keldi. Qishloqqa, senga emas, qishloqqa emas u. Qishloqqa emas, senga. Yo, Men qishloqqa alo. Men qishloqqa senga. Nos puli senga olasan, xayr. Nos puli aytmoqchi, suycham olib keldim senga. Ana. O'yam o'qigan. Mixoy, kallangga bir kurak qiladi. Ovqat qara. Senga ovqat buyurtma qilding-a sen, ha? Hozir ovqat kallangga tushiraman seni. Umarga olishim kerak-ku. Kelmasdan gapirmayga, kallangga yoraman mana. Men senga Umarga 32 ta, 35 ta, 32 ta. Aman qilmoqchi. Mana bu qishloqqa Sen izmut olib keldim-ku.
Har tupurib qo'ygan joyim bor. Qishloqqa Ovqat tashlamayga karochi. Aylo sandiqqa qo'ydim. Mayli do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha Men qasosimni olaman. videoda qasosni olsa kerak mayli. Bo'ldi, jo'ra.